O'zbekistonda jamoat transportida video registrator majburiy tartibda o'rnatiladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, siz Boyvachcha TV kanaldasiz. Normativ huquqiy hujjatlar portalida hukumatning yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori loyihasi e'lon qilindi. Bu haqda Xalq so'zi xabar bermoqda. Hujjatga ko'ra 2019-yil 1-iyuldan mulkchilik shaklida qat'iy nazar jamoat transport va yo'lovchi tashuvchi transport vositasi uchun video registrator o'rnatish bo'yicha majburiy tartib joriy etildi. Huquqbuzarlik qayd etilgan video yozuvlarni yuborgan fuqarolar huquqbuzardan undirilgan jarima hisobidan eng kam ish haqqining 5% miqdorida rag'batlantiriladi. Video registrator orqali yo'l harakati qoidalari buzilganligi qayd etilgan video yozuvlarni taqdim etgan fuqaroning shaxsiy ma'lumotlari oshkor etilishga yo'l qo'yilmaydi. Aziz yurtdoshlar, bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Agarda video roligimiz yoqqan bo'lsa, like bilan baholab o'ting. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.